Jannat yo'liga bir darak bo'lsin. Shafovat elchisi tabarruk bo'lsin. Arafa kuningiz xayrli o'tib, Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum dindoshim. Omonmisiz? Oylar ichida eng muborak oy, Ramazon oyi ham bir pasda yakunlanib, eng ulug' ayyom, Hayit ayyomi ham kirib keldi. Bu oyda bizga Allohdan berilgan qalbimizda iymon, yuragimizda xotirjamlik, dilimizdagi pokdillik, xonadonimizdagi tinchlik, dasturxonimizdagi to'kinlik, bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibat bizni aslo tark etmasin. Barchangizga Hayit muborak bo'lsin, aziz dindoshlarim. O'tdi qancha oyu kun, ko'nglingiz nurga to'lsin. Aziz dindoshim, bugun Hayit muborak bo'lsin. Qurbonliklar fursati, keldi iymon himmati. Rasululloh ummati, Hayit muborak bo'lsin. Hayit muborak